20 ta sut beradigan, 15 kundan keyin tug'adigan o'zimizning chorniy pyostra molimiz haqida bu video bo'ladi. Do'stlar, xudo xolasa iyulda 15-sida qochgan va shu oyda 20-lariga, 25-lariga borib tug'adigan o'zimizning sigir 3 oyligida olganmiz. Olib kelganimizda 15 tagacha sut bergan, o'sha 4 oylik bo'lib qoldi. Biz ashuncha natijaga olib chiqqanimizcha. Hozir xullas do'stlar, qorniga e'tibor berasizlar. Molni o'zi ham katta, orqalari keng, e'tibor beringlar. Puchmas. Yelim xaltalari ham keng do'stlar. Endi do'stlar, bitta savol bor. Biladiganlar albatta javobini yozib qoldirsin. 10-15 kun qolganiga qaramasdan molim umuman yelim solmayapti. Nimadan bu? O'shunday turibdi. Sut yo'q bo'lganda qanday bo'lsa, yelim xuddi o'shunday turibdi. Hali yelim solgani yo'q, lekin xudo xolasa 10-15 kundan keyin mol tug'adi. Biz oldin mol baqqanimizda bizning mollar o'sha 1,5 oy, 2 oy qolganda yelim tirsillab ketardi. Hozir esa unda bo'lmayapti. Keyin bir joyda eshitdim do'stlar, agar to'g'ri bo'lsa, to'g'ri o'sha gapni yozib qoldiringlar. Molda tug'ishiga yaqin umuman atalab berib bo'lmaydi deydi, yelimini ishirib yuboradi deydi. Biz faqat silyoz, somon, raps shuroti, kepay aralashtirib beryapmiz. Umuman atalab unaqa suyuqlik ichadigan narsalar berganimiz yo'q. Beriladigani suyuqlikdan suv xolos ichgani. Keyin tuqqandan keyin ham umuman atalab berish mumkin emas ekan boshida. Hali kimlardir bor, masalan o'zimiz ham molimiz tuqqandan keyin atalab berardik. Yelimi battar ishig'i qaytmasdi. Yelim malumdaqa bo'lib ketardi do'stlar, e'tibor beringlar. Deya kelib turib, manetgacha bo'lib qolardi yelim. Yelim o'sha yergacha bo'lib 2 paqir, 3 paqir sut beradi deysiz, totsangiz sut chiqmaydi. O'sha yelim ichiga suv to'planib qolar ekan. O'sha yutilib ketmaydi ekan tanaga. O'sha ushlab turardi ekan. Hozir quruq berayotganimizni nisbatigami deymiz, lekin baribir yelim solish kerak, to'g'rimi? Lekin yoshi kattaroq bir tish buzgan, polni tish yangilagan. O'shini nisbatiga ham oxirida bir 5-6 kun qolganda sovurarmikin yelim deb kutib turibmiz do'stlar. Yeyishlari zo'r, tashqariga ko'kotga ham olib chiqdim. Kunduzi olib chiqib aylantirib turibman. Yeyishlari o'ta zo'r, mo'tadil yeyishlari. Xo'p, bu bo'lsa biz 10 millionga olgan chorniy pyostra deb oldik. Bu juda go'lishtanga o'xshayapti. Buni qayerdan bilding desiz do'stlar, optoga olib chiqqanimda, ularda tashqarida turardi. Hozir olib chiqmay qo'ydim. Bu shved uchalasi turardi. Hakkillab og'izdan ko'pik kelib qolyapti buni. Issiqqa yo'q ekan bu. Bu ikkalasi shved bilan molim bemalol turibdi. Lekin bu po'killab qolyapti. Shvedni ham bilganlar biladi, bu o'ta hamma narsaga chidamli novvos bo'lar ekan. Moli ham, novvosi ham hali ochlikka ham, to'qlikka ham, issiqqa ham, sovuqqa ham chidamli bo'lar ekan. Umuman do'sh chiqmaydi bu novvosda. Mana bu bo'lsa jicha qonni ochsa, mo'raydi, keyin chanqasa mo'raydi sirazi. Uni kelgandan beri umuman do'sh chiqmaydi. Shvedda. Buni 13,5 ga olganmiz do'stlar. Hozirgi bozor narxini bilganlar yozib qo'yinglar. Xo'p. Qancha bir 150 kilo desa bo'ladi do'stlar. 150 kilo tevasida vesi bor adashmasam. O'shnaqa. Xo'p. Molimiz holati anchadan beri YouTube'ga video chiqarmagandim. Hozir mollarga qaram, soat 8 bo'ldi. Endi ishdan keldim. Xudo xolasa sementaldan qochgan do'stlar, ular hali zo'r bo'zaycha tug'iladi bundan. Sortavoy bo'zay tug'iladi. Qo'tiri yo'qolmayapti, mana shuni bori. Qo'tirni qaranglar. Mana bir video chiqargandim, qo'tir
chiqdi deb. Mana unda edi birinchi bo'lib chiqqanda. Bundan o'sha yo'qolib ketdi bunda. Svetda yo'qoldi. Mana shunda bordi. Tuzalib ketmayapti, lekin yeb ichishlariga umuman ta'siri yo'q. Moldek yeb ichyapti. Xullas do'stlar, buguncha shular, xudo xolasa ko'payishganda bir video qilib chiqaramiz. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Quvvali bola, sog' salomat bo'linglar, charchamanglar.